Koreyada qorayib ketgan qo'ltig'imni oqartirgani kosmetologiyaga boramiz. O'tgan safar borganimda 5 martali protsedurani pulini to'lab kelganman. Chunki skidka bo'layotgan edi. O'tgan safar lazer qilganimda, keyingi safar Juniza olib keling deganida yomon uyalgan edim. Chunki o'sha kuni qo'ltig'imni lazer qilaman deb o'ylamagandim. Bu sutni Karis xolam bergandi, menimcha ataylab nari hojatxonaga qatnasin deb so'rab o'tgandan bergan bo'lsa kerak. Voy, meni kushim dahshat ekan qizlar, bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Bugun bahor faslini eslatadigan nejniy aromatli atir sepdim. Men atirni hech yoqtirmayman, lekin shu atir bo'lsa hamma joyimga sepib chiqaman. Bu atirga cho'milaman desam ham bo'laveradi, chunki hidi qanaqadir nejniy boshni og'ritmaydi. Qoraygan qo'ltig'imni oqartirayotganimni Karis qaynonam bilsa, to'shni uydan haydab yuboradi. Chunki o'tgan safar shunaqa protsedura olmoqchiman deb aytganimda bekordan bekorga pulni sarflama deb so'kib bergandilar. Mana shu aydolni taniydiganlar bormi? Men birinchi marta ko'rayotgan ekanman. Sog'utimi qo'raman qochana. Amde, chichka. Bunaqa qiliqlarni qaydan o'rganyapti, hayronman.